Qadrli hamshaharlarimiz, hamqishloqlarimiz, notebuklarimiz vagon keldi. Yangilar bu tarafda hammasidan bor. Рабочий desangiz, bitta tanishtirib o'taman. Ryzen 7, Ryzen 9 lar kelgan. O'ta kuchli. Core i7 11-avlod, Core i7 RTX video kartali MSI, Ryzen 7 RTX li 8 yadro 16 поточныйlar. Sredniyroq $200 GTA 5 o'ynasa bo'ladigan Core i7 8256. 3D Max AutoCAD'ga Core i7 10-avlod $400. Asus VivoBook'lar RTX GTX liglari. Legionlar. Core i7 11-avlod Lenovo'lar $550. HP Omen'lar kelgan. Dell Core i7, Asus VivoBook, Dell'lar. Hammasidan sumkalar ham bor. Kimga qanaqa zarur bo'lsa aytaverasizlar.